Bizada sulfat kislotani massasi yo'q-da. Massasi yo'q. Shuni so'ralyapti. Shunda buni foizli kim berilgan? Necha foizli? 82%. O'zimdan necha gramm olur? Xohlagan gramm olsam bo'ladi. 102 solaymi? 102 solaymi, necha olay? 102 olsam ham qulayroqda, 102 so'rama. 102 deb olsam, endi menda qo'shilgan umumiy eritma massasi necha bo'ladi? 102 dastlab sulfat kislota eritmasi, uni ustiga necha gramm qo'shdim? 160 gramm qo'shdim va eriyotgan modda sifatida menda dastlabki eritmada 100x 100% bo'lsa 82% necha bo'ladi? 82 x gramm bo'ladi. 82 x gramm nima bo'lgan? Sulfat kislota. Va uni ustiga biz SO3 qo'shdik-ku, SO3 suv bilan reaksiya kirish ma'nosi qiladi yana. Sulfat kislota. Demak, nima qo'shaman? 196. Tenglab qo'yaman nechiga? 1 ga. 100 ga ko'paytirib 100% deb o'tirmayapman-da, birdan 1 ga tenglayverib. Tushunarlimi? Hop, 1 ga tenglayverib olishdi. Endi buni ishlayman. 100x plus 160 teng 82x. Hop, 82 ni bu yoqqa o'tkazib bo'lsam necha bo'ladi? 18. X tenglik necha bo'ladi? 36 mi nima? 36. X ni qiymati shundan necha chiqar ekan bizga? Endi o'rtachaga qo'yib ham ishlasak bo'lardi buni. Tenglama yaxshiroq, ha? X imiz qiymati 2 chiqdi. Shunda umumiy eritma massasini biz necha deb belgiladik? 100. 100 ni ko'paytiraman 2 ga. Umumiy eritma massasi necha bo'lgan ekan? 200. Tushunarli, ha? Xo'p, davom ettiramiz. Suvga qoldi. Suvni hammasi sarflading, ha, 18x ni. Bo'ladi. Bir xil. Chunki 100%lik-ku, ha. Xo'p, 2 molmi? Ha, mana qarang. 2 mol qayerdan keldi? 2 mol bizga 0.16 kilogramm, necha gramm? 160 gramm bo'ladi. Sof SO3 qo'shyapsiz-ku? Sof. Ha, sof. Suv yo'q, boshqa narsasi yo'q. O'sha uchun molga o'tkazib olsam bo'ladimi? SO3 1 mol necha gramm keladi? 80 gramm keladi. Lekin men necha gramm qo'shyapman? 160 gramm qo'shyapman. Necha mol bo'ladi? 2 mol. 2 mol qayerdan kelganini tushundingizmi? Yaxshi. Ha? Bo'laveradi, boshqacha qilsanglar, chiqsa bo'ldi javob. Endi men shunaqa qilyapman, bu usuli ko'pmi? Tushunarlimi? Bir xil usulga o'rganmanglar. Mana shularni ham o'rganib ketinglar. 42 keldingmi? 42 ni ko'rsataman. Savolni o'qiymiz. 20% natriy sulfat eritmasi bug'latilib 42 midi? 20% natriy sulfat eritmasi bug'latilib 32.2 gramm glaber tuzi olingan bo'lsa, dastlabki eritmadagi suvning massasini aniqlang. Xo'p. Buni ham olganman-a testlarda qachondir. Natriy sulfat va suv bo'lgan, shu eritma bo'lgan. Undan biz nima olyapmiz? Glaber tuzi, to'g'rimi? Necha molekula suv o'zi? 10 molekula suv. Buni massasi 142, buniki 180, jamisi 322. Endi olayotganlaring-chi necha gramm bo'lyapti? 32.2. 14.2. Qaranglar, aytaveradigan joylaring bor. Bu yerda bug'latilib deganda tuzni miqdori dastlabki eritmada necha bo'lsa, ya'ni mana bu natriy glaber tuzining tarkibida necha gramm natriy sulfat bo'lsa, dastlabki eritma tarkibida ham shuncha gramm natriy sulfat bo'lgan. Chunki nima bo'ldi faqat? Suv bug'latildi. Tuz uchib chiqib ketadimi? Afsona? Yo'q. Faqat nima qoladi bu yerda? Tuz joyida 14.2 dastlab ham, keyin ham 14.2. Faqat qanchadir miqdor nima qilib ketdi bizdan? Nima chiqib ketdi? Suv chiqib ketdi. Tushundinglarmi? Dastlabki eritmada suvning miqdorini aniqla deyapti. Mana bu yerda aytib qo'yibdi, 20%lik. Dastlabki eritmani 100% nimalar beradi bizda? Demak, 20% natriy sulfat bo'lsa, qolgan 80%. Xo'p, bizda aniq 14.2 nima edi? 20%. Suvni so'ragan uchun dastlabki eritmadan nimani topib olaman? 80% ni topib olsam, umumiy dastlabki eritmadagi suvni massasi kelib chiqadi. 4 barobar ziyod. Bu ham 4 barobar ziyod bo'ladi. 56.8. Tushunarlimi? Siz javob bo'lar ekan. 39. Chiqmayapti. 39. O'xshashmi bu?
Ha 39 ga qaraymiz, qaraylik. 39-masala. Suvsiz sulfat kislota tayyorlash uchun va mana masaladan da. To'g'rimi? Qarang. Xo'p, o'zimizdan 102 savollik, xohlasangiz 2 so'm, xohlasangiz 1002 so'm. Chiqadi-da, dastlabkisini bilmaganimiz uchun misol x deb olaymi yo'q. Nimadir, qanday qulaylik aytinglar. 102 yaxshiroq, ha? 102 savolim-a. Dastlabki eritma mana shu 102 olgan eritmamni foiz berib qo'ydi. Necha foizli? 94%. 94% necha x bo'ladi grammi? 94 x gram nima bo'ladi bizda erigan modda sifatida sulfat kislota bo'ladi. Uni ustiga qo'shma nimani? SO3 ni. SO3 qo'shgan vaqtimda SO3 sulfat kislota bilan reaksiya kirishdimi yoki suv bilanmi? Suv bilan reaksiya kirishib nimani hosil qiladi? Sulfat kislotani hosil qiladi, to'g'rimi? Endi menda qancha qo'shyapman SO3dan? 80 gram. Molga o'tib qulayroqmi 80 gramni? 80 gram necha mol bo'ladi Fariza? 1 mol. Demak 1 mol. 1 moldan o'zi necha gram hosil bo'lyapti? 98 gram. 1 moldan yana baribir 98 gram. Va 98 gram sulfat kislota plus dastlabki eritmada qancha bor edi sulfat kislota miqdori? 94 x bor. Va umumiy eritma massasi qanday o'zgaradi? Umumiy eritma massasi qanday o'zgaradi? Dastlab qancha edi? 100 x edi, keyin uni ustiga qancha qo'shaman? 80 gramni qo'shaman. Bu hosil bo'layotgan qaramaydi, bu eritma ichidagi jarayon natijasida hosil bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi? Reaksiya natijasida hosil bo'lib. Eritmada hech narsa chiqib ketgan yo'q ekan. Yana qo'shilayotgan narsa faqat nima? 80 gram SO3, boshqa narsa yo'q, to'g'rimi? Demak, shuni hisobga olgan. 100x edi dastlab 80 bo'ldi. 100% eritma degani 1 ga tenglab qo'ysam bo'ladimi? 100% edi. Demak, buni ishlayman endi. 100x plus 80 teng 98 plus 98x. Endi ayiraveradigan bo'lsam necha chiqadi? 18 tenglik necha bu? 2 mi? 2 bo'ladi. X teng 9. 900 mi nima? Yo'qmi bunaqa javob? Ana bu savol bilan adashtiribmiz ha bu. Xo'p, men bitta joyga adashtirib yubordim. 39 so'radingizmi siz? Ha, men 39 so'ragan siz, men 38 ishlab ketibman-da. Xo'p, qaranglar. Sulfat kislota bo'lsa, sulfat kislota hosil bo'layotgan bo'lsa, bunda 39-sida SO3 ni necha gram qo'shish kerak deb so'rayapti. Ya'ni buni biz buni x mol olmaymiz. Buni gram berib qo'yibdi mana. Necha gram? 150 gram. 150 gram 100% bo'lsa 94% ni hisoblab beringlar qani. Hisoblab beringlar qani. Bundan x mol qo'shganmiz endi. 141 gram. Bundan x mol qo'shganmiz. Buni bilmaymiz endi. Tushundingizmi? Endi buni bilmaymiz. Xo'p, x mol qo'shgan paytimizda 1 moldan 98 hosil bo'layotgan bo'lsa, x moldan qancha hosil bo'ladi? 98 x hosil bo'ladi. Dastlabki eritmam qancha bor edi? 141 plus 98 x taqsim umumiy eritma massasi 150 edi. Uni ustiga 80 x, chunki mana bu qo'shilyapti-ku. X ni ko'paytiraman 80 x. Necha bo'lib qoladi endi? 1 ga teng 100% edi. 150 ni ko'paytiraman. Buni ishlab oladigan bo'lsam necha bo'ladi? 98x ha. Xo'p, endi ishlayveradigan bo'lsam 18x tenglik 141 ayirib 9. X ni qiymati shunda 0.5, to'g'rimi? 9 ni bo'laveramiz. 82 so'madimi? Qayerdan oldim 82? Ha, bunimi? Qo'shilayotganimi? X mol qo'shyapman bundan. Tushundingizmi endi? Xo'p, 80x bo'ldi. Shunda. X ni qiymati 0.5 chiqsa, 0.5 ni ko'paytirib qo'yaman. Qo'shayotganimni molyar massasi. Biz nima qo'shdik? SO3 mi? 80 ko'paytirib qo'ysam necha chiqadi? 40 chiqadi. Tushunarlimi? Xo'p, keyingi savolga o'tamiz unda. 43 ni ko'rsatdim, 42 ni ko'rsatdim. Shunda 44 mi? 44 ni ko'rsatar ekanman-da. 45 ni ko'rsatib ketaveray, oson-ku. 44 chiqmagan bormi kimdadir? Ha. Hatto
44 ko'rsataman. 0,2 kilogramm degani 200 gramm. 200 gramm bo'lar ekan 100%. 10% ni topsam 10% 20 gramm nima bu? Natriy? Natriy OH bo'lar ekan. Eritmasidagi kislorodning protonlar soni aniqlay. Endi natriy OH tarkibidagi protonlar soni buni o'z 40 gramm tarkibida 8 ta bor, 20 gramm bor bizada 4 enati. Va suv tarkibida ham borda. 200 dan ayirib tashlayman nimani? 20 ni ayirib tashlsam nechi bo'ladi? 180 gramm nimaga qoladi? Suvga. 18 gramm suvning tarkibida nechta bor? 8 tami? Chunki manada H2O tarkibida bitta kislorod bormi buning tarkibida? Xo'p. Necha bo'lar ekan? H2O tarkibida 18 gramm tarkibida 8 ta. Lekin menda necha gramm bor? Demak, buning tarkibida 80 ta. Qo'shsamchi? Nima shunaqa javob? Sizlar javob tushuninglarmi? Yo'q deyman deb tayyorlanib turuvdingmi? To'nka. Xo'p, 45. 45 chiqmagan bormi? 45 osonga o'xshayapti. Yo, chiqmaganlar bormi? 48 ga o'tamiz unda. 48-savol. 5 molyarli va 2 molyarli eritmalar aralashtirganda, bu ham oson-ku, ishlaymiz-da qay. 5 molyarli va 2 molyarli eritmalar aralashtirilgan, necha molyarli hosil bo'lyapti? Hosil bo'layotgan o'rtaga qo'yilardimi? Xo'p, 3 dan 2 ni ayirib tashlayman, necha bo'ladi? 1. 5 dan 3 ni ayirib tashlasam 2. Xo'sh, aralashtirilgan necha bor hosil bo'ldi? Buni qo'shsam 3 bo'ladimi? 3 dan necha litr? Shuni millimetrga o'tkazib olay. Javobda millimetrda so'rayapti. 900 mi? Endi bularni topib olyapti-da. To'g'rimi? 300 va 600. Tushunarlimi? Qaysi javob bo'ldi shunda? Xo'p, necha endi? 53 mi? 53-savol. Pauza qilib turgin, men boshqa o'chirib olaman. 48 ham ishladi. 53 ga o'tamizmi? 53 ga qaranglar. 0,4 normallik kalsiy bromid eritmasidagi brom ionlarining molyar konsentratsiyasini aniqlang deyilyapti. Desorsionish darajasi 100%. 53-savol. Endi bu yerdan molyarlikka o'tsak bo'ladi-da. C molyar konsentratsiya ko'paytirilgan molyar massa teng C normal ko'paytirilgan nima edi? Ekvivalent. To'g'rimi? C molyar konsentratsiya ko'paytirilgan kalsiy bromid massasi necha? 200. Tenglik C normal konsentratsiya bizga necha beryapti? Necha? 0,4 ha? Ekvivalent massasi kalsiy bromidniki nechaga bo'laveraman? 2 ga. 100 bo'ladimi shunda? Xo'p, C molyar konsentratsiya shunda bizga necha bo'ladi? 200 bo'lasada 5 mi nima? 2 ni bo'laversin. Necha? 0,2 mi? 200 ni 100 ga bo'lsam 2 chiqadi. 2 ni 400 0,05 emasmi? Ha, bu tomonga bo'lamiz, teskari bo'lamiz, ha. Hop, 0,2. Men bunga bo'laveribman, nima? Qaranglar, endi kalsiy bromidni desorsiyalaymiz. Nima chiqardi? Kalsiy 2+. Kationi bromdan 2 dona chiqadi. Bromdan 2 dona. Xo'p, endi brom ionlari molyar konsentratsiyasi so'ralyapti. 1 moldan chiqayotgan brom ionlari necha dona? 2 dona. Menda necha mol bor? Necha molyarli bor? 0,2. Qancha bo'ladi? 4. Tushunarlimi? Resep ketaverasizlar. 55 mi? Elektroliz tashlaysizlar buni. 55 bittasini ko'rsatib ketaman. Ishla olganlar ishlab qo'yaveringlar. Nima bo'ldi? Tushuncha bo'lib turadi. Xo'p, 55 ni ko'rsataman. 54 dan boshlanganmi elektroliz? 54 chiqmaganmi? Ko'rsataymi? 54-masala. 50 gramm eritmaga qanday massadagi suv qo'shilganda eritma konsentratsiyasi 3 marta kamayadi? Endi eritma konsentratsiyasini hozircha biz bilmaymiz. O'sha uchun 3x savoli yaxshi bo'ladi-da, keyin qo'yarok. Shuncha necha bo'lib qolgan? X bo'lib qolgan. 50 gramm eritma bor ekan, uni konsentratsiyasi 3x% bor ekanda uni ichida.
O'zimdan bu foiz konsentratsiyasi so'ralmayapti-ku. Qanday masalada suv? Xohlasam men nima 50% da olsam bo'laveradi, farqi yo'q. 50% demay 60% oylik bo'linadigan. 50-100%. X olmaymiz, 60 oylik qulayroq son. Endi 60 olmasdan misol 3 olsang ham bo'laveradi. 3% desang ham bo'ladi. 30 bo'ladi. 30 gramm buni tarkibida tuz bor ekanda, 30 gramm tuz o'zgarmaydi. 30 grammgacha turadi. 50 ga qanchadir qo'shganman. Faqat mana buni foiz necha marta kamaygan? Necha? 3 marta. 60 ni 3 ga bo'lsam necha bo'ladi? 20%. 0.2 desam bo'ladimi? Foiz 0.2 ko'paytiraman 50 ga. Qanaqa bir? Barmi yo'q? 10 da 0.2 ni 50 ga ko'paytirsam 10 bo'ladi. Plus 0.2 x teng nechiga? 30 ga. 0.2 x tenglik 20 ga. X ni qiymati shunda 100 ga bo'ladi-da. Demak, necha gramm qo'shgansizlar? 100 gramm qo'shgansizlar. Tushundinglarmi? Javob B bo'lar ekan. 55-savol. 55-savolni ham aytib o'tganimni ko'rsatib ketaman. Lekin hali o'tmaganmiz. 154 gramm 10% natriy OH eritmasi 6 farad tok bilan elektroliz qilinganda necha foizli eritma hosil bo'ladi? Endi bu yerda natriy OH eritmasi turibdi sizlarga. Natriy OH elektrolizga uchramaydi-da. Necha foizli? 10%. Massasi necha umumiy eritmani? 154 gramm. Shundan necha grammi turibdi natriy OH? 15,4. Tushunishga harakat qilinglar. Qiyinroq. Xo'p, masala oson. Faqat sizlar o'tmaganlarning hisobiga ozroq qiyin tuyuladi. Tushunarli? Ishlashga harakat qilinglar lekin. 15,4 gramm elektrolizga uchramaydi. Faqat nima qiladi? Suv elektrolizga uchraydi. 6 farad tok bilan ekvivalentiga mos ravishda elektroliz bo'ladi. Suvning ekvivalent soni nechiga teng? Oksidku bu. Yo'q, suvning ekvivalent soni. Yo'q, ekvivalent soni. Son. Massa demayman. Suvning ekvivalent soni. Qaranglar, suvning oksid. 2. Suvning ekvivalent soni. Kislorod soniga bo'ladi deylarmi? Kislorod soni ko'paytirilgan 2 gamida oksidlarda kislorod soni nechta turibdi? 2. Bitta turibdi. Lekin 2 ga ko'paytirardikmi? Bo'ldi. Shunda demak buni endi ana shunday. Ya'ni 1 mol uchun ekvivalent sonicha ketadi farad. Ya'ni necha farad ketar ekan? 2 farad. Lekin masala sharti bo'yicha necha farad ketdi? 6 farad. Necha mol sarflanib ketibdi? 6 bo'lsa 3 mol sarflanib ketgan. 3 mol suv qancha gramm bo'ladi? 54 gramm bo'ladi. Ya'ni sizlarda 154 gramm bor edi, qancha sarflanib ketdi? Necha gramm qoldi eritma? 100 gramm. Dastlabki eritmaning tarkibida tuz eritib turgan modda o'zgardimi? Yo'q, 15,4 edi, 15,4 ligicha qoldi. 100 gramm eritma qoldi sizlarga 100%. 15,4 gramm erigan modda bor ichida. Necha foiz bo'ladi bu? Tushundinglarmi? Endi buni ozroq o'tmaganimiz uchun shunaqa tuyulishi mumkin, lekin oson, juda ham oson. Xo'p, 60-misolmi? 60-masala. Masalalarga sizlarga bir tushgan testlarda. 60-masalada x gradus Selsiyda to'yingan metal sulfat tuzining 0.32 kilogramm eritmasi y gradus Selsiygacha qizdirildi. Hosil bo'lgan eritmani to'yintirish uchun 15/19 mol tuz qo'shildi. Noma'lum tuzning molyar konsentratsiyasini, molyar massasini hisoblang, to'g'rimi? Xo'p, 60-masalada pastiga qarasanglar s x uchun eruvchanlik berib qo'yibdi. Nechaga teng? 60 ga teng. Bu nima degani afsona? Tezozda nima degani 60? 100 gramm suvda erib 160 gramm to'yingan eritma hosil qiladi. S bu x gradus Selsiyda. Endi x deb allayaptilar sizlar. Nima farqi nima? X mi, y mi? 60 berdimi, 70 berdimi? Unga chalg'imanglar-da, tushundinglarmi? Keyingi gradus Selsiy necha berilgan? S y gradus Selsiyda eruvchalik nechaga teng? 120 ga teng. Ya'ni 120 gramm tuz 100 eritma hosil qilyapti, to'g'rimi? Xo'p, qaranglar. X gradus Selsiyda aytaveringlar, X gradus Selsiyda to'yingan metal sulfat tuzining 0.2 kilogramm eritmasi. Ya'ni mana bu haroratdagi to'yingan eritmani nimasi berilyapti? Massasi. 0.2 kilogramm 320. Mana bu to'yingan eritma beryapti sizlar. Ham tuz to'plasan bo'ladi, ham suv to'plasan bo'ladi.
200 120. Shu Y gradsiyasigacha nima qildi? Qizdirildi. Hosil bo'lgan eritmani to'yintirish uchun 15 taqsim 19 mol tuz qo'shildi deyilyapti. Qaranglar. Harorat oshirilgan payt suvning miqdori o'zgaradimi? Yo'q. Suvning miqdori 200 edi dastlab ham. Bundan keyin ham 200 gacha turadi. Lekin tuzning miqdori nima qiladi? Oshadi. Eruvchanlik oshgandan keyin tuzning miqdori oshadi. Qanchadir tuz qo'shishing kerak deylar. 200 bo'lsa 240 bo'lib qolgan. To'g'rimi? Dastlab qancha edi? Qancha qo'shilgan shunda? 240 minus qancha qo'shilgan? 120 qo'shilgan. Shu necha molda turibdi? 15 taqsim necha mol deyapti? Qaranglar. Masalan, 15 taqsim 19 mol qo'shildi deylar. To'g'rimi? Shuni 15 deb turib 19 mol qanchasiga ham chiqaveradi, lekin 15 taqsim 19 mol deyapti. Biz moddan necha molga nisbat olardik molyar massani? 1 molga nisbat. Moddan topib olish shunda. Endi 1 molga nisbat oladigan bo'lsak, 120 ni bunga 1 ga ko'paytirib bunga bo'lishim kerak edi. 120 ni bo'lishim kerak degani nima degani? 19 taqsim 15 ga ko'paytirishim kerak, to'g'rimi? Bu nima bo'ladi? 8 mi? Shunami? 8 bo'ladi. 152 bo'lar ekanda. Molyar massasi so'ralganmi? Molyar massasi so'ralibdi. Molyar massasi 152 degan javob S'da turibdimi? S'da turibdi-da, to'g'rimi? Tushuninglarmi? Tushuninglarmi? Qayta tushuntirish kerak emasmi? Tezroq tushunganmisan? Xo'p, qolganlar tushundim. 60 dedim-ku o'zi. 61 ni endi shuni massasi 152 bo'lganini topib qo'yasizlar. 152 bo'lgan bu yerda temir sulfatda. Ha. Savolning mazmunini o'zgartirgan, mazmun o'zgarmagan. Qo'shimcha qo'shgan, tushundinglar? 65-savol shunda. 65-savol ko'rsam bo'ladimi? Savol o'qiymiz, qaranglar. Noma'lum ikki valentli metal sulfatining suvli eritmasida tuzning men bilan savol o'qimasanglar tushunmay qolasizlar. Hammang yozyapsizlar, tushunmay qolasizlar. Savol o'qinglar. Noma'lum ikki valentli metal sulfatining suvli eritmasida tuzning massa ulushi 8/17 ga teng. Agar eritma tarkibidagi kislorod atomlari sonining vodorod atomlari soniga nisbati 0.7 ga 1 bo'lsa, noma'lum tuzni nima qiling? Aniqlang. Tuzning gidrolizi hisobga olmasin. Xo'p, noma'lum metal sulfati. Metal sulfatini ikki valentli degani uchun mana bunday bemalol qo'rqmasdan yozsam bo'ladimi? Ko'paytirilgan qanchadir n molekula nima? Suv. Xo'p, endi buni men bilmaganim uchun o'zini massasini birdan a deb olib turay, qulayroq bo'lish uchun. Buniki shunda necha bo'ladi? 18 n bo'ladi, to'g'rimi? Agar eritma tarkibidagi kislorod atomlari soni, kislorod atomlari soni qaysilarda bor? Bir xilmi? Chiqmaganmi 18? 18 ko'ramiz. Bir xilmi? Hisob qo'yasizlar-da. 18 ga qaraymiz unda. Shu bir xil savol, shuni o'qib o'tirmasdan ishib ketaveramiz. Demak, metal sulfat degani uchun ikki valentli bo'lgani uchun mana shu metal sulfat yozib oldim. Sulfatdan ikkita vodorod chiqib ketgan, mana bu yerga 2 tushmayshi uchun. Tushundinglar? N molekula nima? Suv. Bunikini A deb massasini belgilab olsam, bu nima bilan 18 N bo'ladi massasi. Qaranglar, agar eritma tarkibida kislorod atomi qaysilarda bor? Metal sulfatda ham bor, suvda ham bor. Endi bundagi kislorod atomlari soni 4 plus n kara 1 n taqsim 2 n teng 5 taqsim 8 ga teng deyilyapti. Nisbatini aytyapti. N teng 16. Endi o'rniga 16 qo'yib ishlasam bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, tuzni massa ulushim berilgan. Tuzni massa ulushi degani uchun A deb belgilab olim, tuzni massasini. A ni bo'laman umumiy eritma massasiga. A plus 16 va 8 ko'paytirsam necha bo'ladi? Endi suvni o'rniga qo'yaverman. Necha? 288. Shuni nisbatini berib qo'yibdi bizga. 19 taqsim 55. Ishlaymiz endi. 55. 5472. Plus necha bo'ladi bu? 5000. 152 temir 2 sulfat bo'lsa kerak-da. Unaqa javob aytmadimmi? Nima dedim? Mis sulfat aytdingda. Mis sulfat dedimmi? Ha, shu temir sulfat bo'lishi kerak. Qani bitta kalkulyatorda yotgan noto'g'ri deb aytdim. Toshda chiqdimi yoki?
Qanaqa kalkulyator bu? Вообще. Olti ko'paytirsa 152 chiqdi. Demak bu temir sulfat bo'ladi. 152 grammlik modda bu nima? Temir sulfat. Shu javob belgilab qo'yasizlar, xato chiqqan bo'lsa. Tushundinglarmi? 70 endi. Xo'p, 70 mi shunday? Hisob qo'yasizlar bu. Bir xil-ku. 70-savol. Zichdiklar 0.5 gram taqsim millilitr va 1,5 gram taqsim millilitr bo'lgan eritmalar aralashtirilganda 0.7 kilogram, 0.7 gram taqsim millilitr zichlikka ega bo'lgan eritma olindi. Dastlabki eritma hajmlarini aniqlang. Qaranglar, 3 ta zichlik berilgan. Nimaga qo'ysak bo'ladi? O'rtacha qo'ysak bo'ladimi? O'rtacha qo'yamiz. Hosil bo'layotgan har doim nimaga qo'yilardi? Bizga 0.5 lik va 1,5 zichlikka ega bo'lgan moddalar beriladi. Hosil bo'layotgan nechiga zichligi? 0.7. Demak, o'rtadagi son har doim bittasidan kichik, bittasidan katta bo'lishi kerak. 0.7 ni 0.5 dan ayrsam 0.8. Nisbatini o'ylayman, shunday hisoblayveraylik. Nisbatini o'ylaylik, ha? 9 nisbat olishga o'rgangansizlar keyin. 4 ga 1 nisbatda. Hosil bo'layotgan nimasi berilyaptimi? Grammi? Endi qaranglar. Hosil bo'layotgan eritmalarga 0.7 kilogram zichligi nechi? 0.7 gram taqsim millilitr berilyapti. Bu 0.7 kilogram degani necha gram? 700 gram. 700 gram bo'lgandan keyin zichlik bor, gram bor. Nimani topsam bo'ladi? Hajm. Massa bor, zichlik bor, demak hajm topib olish uchun 0.7 ga bo'lsam 1000 millilitr. Demak, mana bu ikkalasidan hosil bo'layotgan necha millilitr? Ha, lekin bulardagini so'rayapti alohida. To'g'rimi? Bo'lsam necha chiqadi? Bo'mi? Yo'q, 1000 ga ko'paytiramiz 4. 800 chiqar ekanda bu. 800 ga 200 chiqar ekan. Tushundinglarmi? Nisbatini oldim-ku. Tushunarlimi? Tushunmadingizmi, Fatima? Tushunarlimi yo'qmi? Tushunmasanglar so'ranglar. Qolib ketasizlar. Ha, millilitrda-ku, millilitr. Tushunarlimi? 70 dan boshlab o'zi ketyapti-ku bir xil. Ko'rsatib o'tirmayman. 75 mi? 75 chiqqanmi hamma yo'q ko'rsataymi? Chiqmaganlar bormi 75? Ko'rsataymi? Xo'p, 75 ko'rsataman. Molyar konsentratsiyalar nisbati 4 ga 3 mol nisbatda bo'lgan ikkita eritmaning umumiy hajmi 28 litr, to'g'rimi? Agar ikkala eritmada bir xil miqdorda ergan bo'lsa, bir xil miqdorda degan nima degan Fariza? Ikkalasi ham nimasi bir xil? Molida, miqdori mol deganda. Xo'p, ikkalasini ham mol nima deb olaman shunda? X. Molyar konsentratsiya teng bizga o'zi n taqsim b-da. Lekin bu yerda nimalarni yig'indisi beryapti? Hajmlarni yig'indisi. Hajm topib olish uchun nima qilaman? Hajm teng bo'lamiz. Demak, mollarni biz x dan deb oldik-ku. Endi molyarliklarning nisbatini beryapti. X taqsim 4 plus yig'indisi necha bo'lsin? 28. Umumiy maxraj beraversam bo'ladimi? 12, 4, 3. Shunda 3x plus 336. Bo'laversam necha chiqadi Sanjar? 48 chiqadi. Xo'p, bu 48. Bu mana bu 48 mana bu x qiymatida, ikkalasi ham 48 da. Qaysini molyarlik kattadir? 4 kattami, 3 mi? 4 katta. Demak, 48 ni bo'laman nechiga? 4 ga. 12 bo'lgan ekan. Tushundinglarmi? Demak, nimasi bu 12 kelib chiqyapti? Molyarligi. Hajmi. Hajmi. Tushundinglarmi? Bu mol kelib chiqdi-yu bizga. Xo'p, qaysi javob bo'ldi shunda? D javob bo'lar ekan. O'zi ketyapti bir xil. Kam qolibdi-ku? 83 chiqmaganlar bormi? 83. Chiqmagan. 83 qaranglar. Mis 2 sulfat eritmasida elektr toki o'tkazilganda hosil bo'lgan kislotani neytrallash uchun 0.2 litr 1 normallik kaliy gidroksid eritmasi sarf bo'ldi. Katodda ajralgan misni aniqlang. Endi bu elektroliz toki bo'lgani uchun buni ko'rsatib o'tirmayman. Elektroliz o'tmagansizlar-da, chunki sizlar. 84 ga 84.
84 chiqmaganmi? O'tgan mavzularimiz doirasida ko'p ketaylik hozircha. Xo'p, 84-savol. 25 ml 4 molyarli alyuminiy sulfat eritmasiga 2 molyarli natriy sulfit eritmasidan qanday hajmda qo'shilganda eritmadagi sulfat va sulfit ionlari miqdori teng bo'ladi. Faqat to'liq boradigan gidroliz alyuminiy sulfat uchun hisobga olinsin debdi. Alfa 1 degani necha foiz degani? 100% da. Alyuminiy sulfit degan modda alyuminiy sulfitni olish kerak-ku bu yerda. Alyuminiy sulfit degan modda yo'qligi uchun alyuminiy dastlab alyuminiy sulfit hosil bo'ladi va nimaga uchrab ketadi? Gidrolizga. Gidrolizga. Masalan, shartda qaranglar, gidroliz jarayoni necha foiz? Gidroliz jarayoni nima qilsin deyapti? Hisobga olinsin. Shuning uchun buni yoyib yozib beraman, aytaveringlar bu narsaga. Qaranglar. Ko'p ham yoyib yozib beravermayman-da boshqa detallarni. Alyuminiy dastlab alyuminiy nimani oladi? Sulfitni oladi, lekin bunaqa modda mavjud emas. Eritma tarkibida suv bormi? Suv ham qo'shamiz-da bu yerda shu uchun. Suv ham bor. Alyuminiy dastlab sulfit qismini oladi degan nima bo'lib chiqadi? Alyuminiy suv chiqadi. Va natriy sulfat topib turib, lekin alyuminiy sulfit degan modda eritmada mavjud bo'la olmaydi. Shuni hisobiga bu nima qilib ketadi? Suv bilan reaksiyaga kirishib ketadi. S3 bilan reaksiyaga kirishib ketadi. Va nimani hosil qiladi? Alyuminiy gidroksid plus H2S. To'liq reaksiyani ichida mana bu alyuminiy sulfit yozib o'tirmasdan nima qilasizlar? Men to'liq reaksiyani yozib o'raman. Bu o'zlaringiz uchun bilib qo'yib yozib qo'yinglar, qaymi? Qoida daftarchalaringga. To'liq reaksiyada nima bo'lar ekan? Plus suv. Alyuminiy sulfitdan chiqarib o'tirmaymiz ekan? Tushunarlimi? Endi reaksiyani tenglashtirish uchun bu yerga 2 qo'yaman. 2 qo'ydim. Natriy sulfit, natriylar o'zaro teng. Sulfatlarchi? Bu yerda 2 ta. Xo'p. Mana bu yerda 3 ta bo'lsa, bu yerga ham 3 ta qo'shim kerakmi? Bu yerga ham necha qo'yaman? 3 qo'yaman. Sulfit temolligi 3 qo'yaman. Reaksiya o'zaro teng. Suv tenglashtirish kerak emas. Kislorodlarga qarab tenglashtirib kerak bo'lsa ham. Mana shu reaksiya bilan. Tushundinglarmi? Reaksiya. Reaksiya qayerdan kelib chiqayotgan mexanizmini tushundinglarmi? Alyuminiy sulfit degan modda yo'qligi uchun suv bilan nima qiladi? Qaytib reaksiyaga kirishib ketadi. Tushundinglarmi? Xo'p, alyuminiy sulfatni 25 ml deyilgan va 4 molyar deyilgan. Buni nima narxi bo'lsin? Mol narxi bo'lsin. Hajmi bor, molyarlik bor. Mol narxi bo'lsin bilan necha chiqadi? 0.1 mol. Alyuminiy sulfat va 2 molyarli natriy sulfat eritmasi qanday hajmda qo'shilganda deyilyapti. Endi eritmadagi sulfat va sulfit ionlari miqdori teng bo'ldi. Qaranglar, aytaveringlar. Sulfat ioni bu yoqda bormi? Sulfit ioni bormi bu yoqda? Reaksiya o'ng tomonda bormi? Ko'ryapsizlarmi sulfit ioni? Ko'ryapsizlarmi? Bormi? Lekin H2S nima u? Reaksiya natijasida hosil bo'layotgan bo'lsa nima qiladi bu? Gaz modda, shuning uchun buni nima qilmaymiz? Hisob qilmaymiz. Lekin masalan shartda aytilyapti, aytaveringlar. Eritmadagi sulfat, aytaveringlar, qarang. Eritmadagi sulfat va sulfit ionlari miqdori nima qildi? Tenglash. Sulfit ioni buni tarkibida yo'q bo'lsa bu tomonda nimadan qolgan? Nimadan ortib qolgan? Qaysidan ortib qolgan? Bundan alyuminiy sulfatdan emas, bundan. Bunda bor-ku mana sulfit. Mana ko'ryapsizlarmi? Bu o'zi nima qildi degan to'liq. To'liq sarflanib ketdi. 1 dan 3 sarflansa, 0.1 dan qancha sarflanadi? Xo'p, mana shunday bo'lgan. Miqdori teng bo'ldi deyilyapti. Bu yoqda hosil bo'layotgan alyuminiy sulfat hammasi sarflanib ketsa, hosil bo'layotgan natriy sulfat necha mol bo'ladi? 1 dan 3 mol hosil bo'lsa, natriy sulfatdan ham necha mol hosil bo'ladi? 0.1 moldan-da. 0.3 mol bo'ladi. Natriy sulfatni qaranglar. Natriy sulfat tarkibida nechta sulfat ko'ryapsizlar? 1 mol tarkibida. 0.3 mol tarkibidachi?
Shunda 0.3 mol sulfat ionlari bo'lsa, ortib qolgan, hosil bo'layotgan. To'g'rimi? Bu yoqda qolmadimi sulfat? Chunki alyumin sulfat hammasini qilib ketdi. Sarf 0.3 mol bo'lsa, qayerda sulfat natriy sulfat ortib qolgan? Qaysi? Bundan o'zim aytib qo'ydim, natriy sulfat ortib qolgan deb. 0.3 mol sulfat ioni bo'lsa, bu yoqda ham ortib qolgan natriy sulfatning miqdori ham necha mol ekan? Chunki sulfat ioni ham buning tarkibida bitta-ku. 0.3 mol ortib qolgan. To'g'rimi? Endi natriy sulfatni dastlabki miqdorini topish uchun bu qanchasi sarflanib ketdi? Qanchasi ortib qoldi? Dastlabkisi qancha bo'lgan? Tushundinglarmi? Nima so'rayapman sarchati qaranglar. Natriy sulfat eritmasiga qanday hajmda? Natriy sulfat eritmasiga 2 molyarli qanday hajm? Molni aniqlab oldik. Molyarligi bor. Semoliar konsentratsiya teng 2 ga. Nimani aniqlasam bo'ladi bu yerda? Mol hajmni aniqlasam bo'ladi. 0.6 ni bo'laman. Nechi qa? 0.3 litr. Millilitrda so'rayapti. Necha millilitr bo'ladi? 300 millilitr bo'ladi. Tushundinglarmi? Tushunmadinglar? Qiyinmi hozirroq? Qaranglar, yaxshilab qaranglar, tushuntirib beraman. Reaksiya mexanizmini tushuntiraymi? Mexanizmi oddiy. Xuddi qanday reaksiya avvalgidek boradigan bo'lsa, o'shani olib boraverasiz. Mana misol uchun natriy sulfat to'lardimi? Sulfat olib chiqib ketyapti. Alyuminiy sulfat to'ladimi? Sulfat olib chiqib. Lekin alyuminiy sulfat degan modda yo'qligi uchun ham nima qiladi gidrolizga? Ya'ni gidroliz degan nima qilish? Suv ta'sirida parchalanish, ya'ni suv bilan reaksiyaga kirishib ketish. Alyuminiy sulfatiga qo'shamiz suvni, nima chiqadi alyuminiy? Gidroksid plus vodorod sulfat. Shuni faqat sizlar reaksiya ichida yozib o'rasizlar-da. Tushunyapsizlarmi? Men bu o'zi kirmayapti bu masalani ichiga. Prosta men sizlarga tushunarli bo'lishi uchun buni yozib berdim. Ya'ni bu ichida yozib o'rasizlar. Chiqarayotgan payt alyuminiy gidroksid, natriy sulfat plus vodorod sulfat birdan yozib o'rasizlar. Tushundinglarmi? Tushundinglar? Izuza senchi? Tushundingmi? Robsoni. Tushundinglarmi? Qolganlarchi? Xo'p, endi ichida yozib o'rasiz. Endi sizlarda masala shartida 25 millilitr molyarligini berib qo'ygan 4 molyarli. Undan molni aniqlab oldim. 0.1 mol. Va buni molni hozircha dastlabkisini bilmayman, lekin masala shartida aytilyapti, eritmadagi sulfat va sulfat ioni tenglashdi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, mana sulfat ioni hosil bo'lyaptimi? Hosil bo'lyapti, mana sulfat kislota deyapsizlar, lekin bu sulfat kislota emas, bu nima u? Vodorod sulfat nima bu? Gaz modda. Eritmada to'g'ri eritma ichida bunday suv bilan aralashib tursa vodorod sulfat bu kislota sifatida turadi, lekin bu eritmada reaksiya natijasida hosil bo'lsa nima qiladi? Gaz sifatida chiqib. O'sha uchun buni sulfat deb ioni bor deya olmaysizlar-da. Gazlar, cho'kmalar ionlarga ajralardimi? Eslanga bormi? O'sha uchun nima qila olmaysizlar? Ola olmaysizlar. Tushundinglarmi? Bo'ldi. O'sha uchun men shundan xulosa chiqardim. Natriy sulfatdan nima qilgan? Ortib. Buni molni bilaman. Demak, bundan to'liq nima qilib ketadi? Bittasidan ortib qolsa, bundan nima qilib ketish kerak to'liq? Sarflanib ketadi. 1 molidan 3 mol sarflanayotgan bo'lsa natriy sulfatdan, mana 3 da 2 ga o'xshab qoldi. 1 moldan 3 mol sarflanayotgan bo'lsa, 0.1 moldan qancha sarflanadi? 0.3 mol. Hosil bo'layotgan natriy sulfatning miqdori qancha? 0.3 molmi? 1 molning tarkibida sulfat ionlar miqdori necha mol? Mana qaranglar, nechta turibdi? Ozroq yozuv xunuk bo'lib ketdi-da bu yerga. Xo'p, 1 molidan 1 mol chiqyapti-da mana bu. Mana bu yozish noqulaydi ozroq. Bunday yozsam yaxshi bo'ladi. Xo'p, tushunmagan bo'lsanglar mana bunaqa qilmoqchiman. Sulfat ionidan necha dona chiqdi? 1 donasidan 1 dona. Bizda necha mol deyapti? 0.3. Mana hosil bo'ldi-ku 0.3. 0.3 mol hosil bo'lgan. Sulfat ionlar 0.3 mol bo'lsa, sulfat ham 0.3 mol desa, bo'lsin deyapti-da. Tushunayapsizlarmi? Demak, sulfat ham 0.3 mol bo'lishi uchun bundan ortib qolgan bo'lish kerakmi? Qancha ortib qolganini topish uchun 1 dan 1 chiqyapti. Sulfat 0.3 mol ortib qolganini bilib oldim. Natriy sulfatdan qancha ortib qolganini topib olish uchun buni desachalamda. Qaytarib olsam chiqadimi 0.3 mol? Xo'p, sizlarda 0.3 mol natriy sulfat ortib qolgan bo'lsa, 0.3 mol sarflangan bo'lsa, jami necha mol bo'lgan dastlab? 0.6 bo'lgan. Sizlarga dastlabki eritmada hajmni so'rayapti. 0.6 bo'lasizlar 2 molyarlikka. Tushundinglarmi? 0.3 litr. 300 millilitr. Bo'ldimi?
Xo'p, pauza qilib turib, tamam, do'stga o'chirib ko'ramiz. Qaranglar, savolni o'qiymiz. 80 gramm mis kuporasi eritmasiga mis sulfat 0.1 ekan. Foizida bu berib qo'yibdi-ku, massa olishda beryapti sizlarga. Tushundinglarmi? Bu 0.1 degani necha foiz degani? 10% deganda. Ma'lum miqdor natriy sulfit to'yinga eritmasi, demak, eruvchanlik nechiga teng? 25 ga teng. Qo'shildi. Cho'kma ajratib olingach, eritmada natriy plus ionlarining konsentratsiyasi 6,2 ionlarining konsentratsiyasidan 4 marta nima bo'libdi? Ko'p bo'lib qolibdi. Natriy sulfit to'yinga eritmasini masalasini so'rayapti. 86-masala. Demak, sizlarga qaranglar, mis kuporasi eritmasiga degan-ku. Mis kuporasining formulasi qanaqa bo'ladi o'zi? Mis sulfat ko'paytirilgan 5 molekula suv, to'g'rimi? Endi bu necha gramm ekan umumiy eritma massasi? 80 gramm. Uni tarkibida necha gramm mis sulfat bor? 10% degani. 10% degan-ku. O'zi qara, nima qaramayapsan? 8 gramm degani. 10% 0.1 berib qo'yibdi-ku, 10% deganda. Xo'p, 8 gramm bor ekan, ma'lum miqdor natriy sulfit qo'shilibdi. Cho'kma ajratib olingach, eritma natriy plus ionlar miqdori. Mis sulfat bilan nima reaksiya kirishgan? Natriy reaksiya kirishgan, mis sulfit bilan plus natriy hisobiga chiqqan. Qaranglar. Yana sulfit, qaranglar. Masalan, shartdan keyin mis sulfit nima edi bizda? Rosa ko'p aytdim-ku sizlar. Qora rang cho'kma. Demak, hosil bo'layotgan reaksiya natijasida hosil bo'layotgan eritmada sulfit ionlar bormi? Yo'q. Bunda-da mana bu nima bunda? Yo'q, lekin masalan shartda sulfit bor deyapti. Shundan xulosa chiqarsak bo'lar, qaysidan nima qilgan ortib qolgan? Nima qilgan? Natriy sulfitdan ortib qolgan. Tushundinglarmi? Endi men mis sulfatni 8 gramm bo'lsa, hammasi nima qildi? Sarflanib ketdi. 160 grammidan qancha sarflanadi? 1 mol bo'lsa, buni bo'lsam 0.05 mol bo'ladi, to'g'rimi? Hosil berayotgan natriy sulfatning molichi 1 mol bo'lsa, necha mol? 0.05 mol hosil bo'layotgan. Cho'kma ajratib olingach, eritmada natriy plus ionlarining konsentratsiyasi 6,2 ionlar konsentratsiyasidan 4 marta ko'p. Demak, natriy nimaning tarkibida bor? Ikkita narsaning tarkibida bor. Natriy S. Natriy S tarkibida nechta bor? 2 dona plus 6 yurtdan borda buning tarkibida. Va buni ham hosil bo'layotgan nimani ham desa so'rayman? 2 plus SO4 2 minus. Bir dona. Bu kerak emas. Endi esa solib qo'ydik-da. Misolga qaranglar. Eng yaxshi joylar mana shular sizlar ochadi. Biridan 2 mol hosil bo'lyapti va 1 mol hosil bo'lyapti. Biridan 2 mol, 1 mol. Bu kerak emas o'zi. Natriy plus ionlarining miqdori deyilyapti. Natriy plus ionlarining miqdori sulfitdan 4 barobar yuqori. Masalan, men sulfitning molini masalan emas. Mana bu natriy sulfitning moli bormi menda? 0.05 bor. Bundan qancha natriy ioni bor? 0.1 mol bor, to'g'rimi? Endi nima degan? Natriy ionlari ko'p deganmi 4 marta? Natriy 4. S1 bo'lib qolyapti. Xo'p, natriy ionlarniki 4 marta yuqori bo'lsa, qaranglar. Natriy ionlarining miqdorini 4 x oladigan bo'lsa, sulfit ionlarga nima deyman? Sulfit 2 minusnikini 2 minusniki x deb olsam bo'ladi. Xo'p, sulfit faqat nimaning tarkibida bor? Mana shuning tarkibida bor. Xo'sh. Mana bu natriy sulfatning miqdori aniq bo'lganligi uchun ham, natriy sulfatning miqdori 0.05 bo'lganligi uchun ham, men natriy sulfitni ortib qolgan miqdorini nima deb olsam bo'ladi o'zimda? X. Shunda hosil bo'layotgan natriyning miqdori nima bo'ladi? 2x. Sulfitchi? X. Endi bitta tenglama tuzib olamiz. Sulfit ionlarining miqdori 4 marta kam bo'lsa, nimada? Natriydan. Tushundinglarmi? 4 bo'lsin bo'lgan paytimiz. Tuz olsak bo'ladimi shunday qilib? Qaranglar. 2x bor natriy plus
Natriy bu yerdachi 0.1. Bo'laveraman nimanikiga? Sulfidnikiga, ya'ni x ga ne chiqsin? 4. Endi tenglamani ishlayman. 4x tenglik 2x plus 0.1. X ni qiymati shunda ne chiqadi? 1 ni 2 ga bo'lsa 0.5, 0.05 da, to'g'rimi? Tushunarlimi? Endi nima so'ralgan masala shartida? Natriy sulfid tuyngan eritmasining massasini aniqlang. Demak, biz mana bu eritma tashlaganmiz-mi bu yerga? Natriy sulfid eritmasini tashlaganmiz. Xo'p, natriy sulfidni bu nimasi edi bu? X. Qanaqa mol? Ortib qolgan miqdor edi. Ortib qolgan miqdor natriy sulfid 0.0. Sarflangan miqdori qancha edi? 0.05 edi. Jamiz qancha bo'ladi shunda? 0.1. Nima qilib o'ylayapti? 0.05 bo'ladi. Jamisi 0.1 mol nima qilgan ekan? Bo'lgan ekan natriy sulfid dastlabki miqdor. Endi eruvchalik berilyaptimi natriy sulfidni? Dastlabki miqdor natriy sulfid 0.1 mol bo'lgan. 46 ga qo'shaman nechini? 32 ni 78 bo'ladi. 78 ni 1 mol 7.8 gram bo'ladi. Sizlarga masala sharti 25 gram 100 gram suvda erib 125 gram nima hosil qilyapti? To'yingan eritma hosil qilyapti. Tez tushuntirsam tushunmay qolasizlar. Aytaveringlar. Mesela uchun sekin tushuntirayman. Hozir murakkab masala bo'lgani uchun. Xo'p, 7.8 dan hisoblayman. Umumiy eritma massasi ne chiqadi? 39. Tushundinglarmi? Qaysi javob bo'ladi shunda? B javob bo'ladi. Tushundinglar? Ha, tushundik deydi. Charchab qoldinglarmi? Mana to'p ko'rib chiqamiz. Yana bormi? Nechini? Bitta 87 ta ko'rsataman bo'ldi-a? 1 xil-ku 89 bilan 90. 87. Tezroq ko'rsataman. Magniy digidrofosfatning 218 gram 30% eritmasiga necha gram 20% natriy OH qo'shilganida magniy kifil ionlarining barchasi, demak, mana bunaqa deyapti. Magniy digidrofosfatga nima ta'sir ettirdi deyilyapti? Natriy OH ta'sir ettirdi. Nima o'ylayapmiz biz? Natriy fosfat o'yla deyapti. Plus nima chiqadi? Suv chiqadi, to'g'rimi? Xo'p, endi bundan ikkita turganligi uchun bu yerga 2 qo'yaman. Shunda bu yerga 6 chiqadi. 4 kere 2 8 bo'lsa, 6 10 ta bo'ladi. 2 kere 4 8, bu yerga 2 qo'ysam reaksiya o'zaro nima? Teng. Xo'p, magniy sulfat 218 gram 30%. 30% ni hisoblab olaylik, qani nech chiqadi? 65,4 gram chiqar ekan. Natriy OH ning massasi bizga kerak necha gram deb aynan shuni so'rayapti. Ya'ni to'liq magniy ionlarning hammasi to'liq aylanib ketsin degan magniy digidrofosfat hammasi nima qilib ketsin? Sablan magniy digidrofosfat massasini hisoblaylik. 97 ni 2 ga ko'paytirasizlar, 24 ta qo'shasizlar. 97 ni 2 ga ko'paytirasizlar, 20 ta qo'shasizlar. 24 ta. Qo'shdingmi 24 ta? 24 qo'shdingmi? 24. 218. Endi 65,4 ta bo'laman bunga. Necha bu? 4 mi deyman? 3 mi? 3 ekanda, 0.3 ekanda. 0.3. Buni massasini topsam bo'ladi. Demak 240 bo'ladi bu massasi. Buni massasi 0.3 ko'paytiraman 240 ga. 72 mi nima? 72 mingdan necha foizda turibdi, qaranglar. 20% da turibdi. Umumiy eritma massasi so'ragan uchun 100% dan nima qilib olaman? Topib olaman. 360 mi? 360 pulaga. Tushunarlimi? Anaqa javob yo'qmi? Eritmasiga necha gram 20% natriy OH eritmasi qo'shilganda xo'p, reaksiya teng bo'ldimi o'zi? Qaranglar qani. Mana bu qaranglar. Natriy fosfat chiqarib yubordim men. Charchadik-a. Natriy fosfat chiqarib yubordim. Nima chiqarishimiz kerak edi? Magniy OH bilan natriy. Magniy fosfat. Fosfat. Magniy fosfat bilan suv chiqarishimiz kerak edi. Magniy-ku mana bu. Magniy. Endi buni oldiga necha qo'ysak tenglashadi endi buni oldiga? Gaplashmay. Natriy qayda qoldi? Magniy fosfat. Bu menimcha boyaga o'xshab qayta reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, shunda oxirida shunaqa
To'xta. Magniy gidrofosfat eritmasi necha gramm natriy gidroksid qo'shilganda magniy 2 ionlarning barchasi magniy fosfat ko'rinishida. Xo'p, magniy fosfat bo'lsa, magniy fosfat natriy fosfat ham chiqadi bu. Ikkalasi ham chiqadi. Natriy fosfat plus nima chiqadi? Suv chiqadi. Xo'p, endi reaksiya tenglashtirish uchun buni o'rniga 3 qo'yaveradigan bo'lsam, 3 kere 2 6 ta. 3 kere 2 6 ta bo'ladi. Natriyni o'rniga 2 qo'ysam 3 kere 2 6 ta 2. Xo'p, shu reaksiyasini bilmadim men nima chiqishini. Shuni tashlab turaylik, hay. Keyingisiga o'taylik. Keyin ko'ramiz uni. Reaksiyasi esimdan chiqdi. Xo'p, 89 mi? 89 ni masalani ko'rsak, menimcha bo'ldi. 89-masala. 10% tuz eritmasi bug'lanishi natijasida tuyingan eritma 25 zichlik nimaga eruvchanlikka ega bo'lgan hosil bo'ldi. Bunda 1 gram tuz cho'kmaga tushdi va eritma massasi 4 marta nima qildi? Kamaydi. Bug'langan suv massasi aniqlandi. Endi sizlarga misol uchun o'zimizdan sanab ishlasak bo'ladi uni. 10% eritma berilyapti, tuz bor buning tarkibida va nima bor? Suv bor. Tuz necha foiz? 10%. Endi qaranglar, masalan, shartda eritma massasi 4 marta kamaydi deyilgan-ku. O'sha uchun nima bo'lay massasini? 4x olsam qulayroq, ha? Keyin 4x olgandan keyin necha bo'lib qolgan? Kamaysa 4 marta. X bo'lib qolgan, keyin eritma 4x edi, 4 marta kamaydi, x bo'lib qoldi-da. Endi qaranglar. Sizlarda 4x tarkibida 10% bo'lsa nechaga teng bo'ladi? 4x da 100% bo'lsa nima bor edi buning tarkibida? Tuz bor edi. Tuz bor edi 0.4x. Keyingi eritmaning tarkibidagi tuzni miqdori 0.1x emasda. 0.4x edi. Qancha chiqib ketdi cho'kmaga? Qaranglar, o'qinglar. 1 gram tuz. Qancha qoladi shunda? 0.4x minus 1 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Xo'p, bunda eritma massasi 4 marta kamaydi. Eritma massasi 4 marta kamaydi. Va nima chiqib ketdi? Qanchadir suv bug'lanib chiqib ketdi. Shuni y mol olaylik, suvni bilaman. Suvni y mol. X y qilmasam ishlasa bo'ladi buni. Y mol suv bug'lanib chiqib ketdi deydigan bo'lsam, qaranglar. Dastlab 4x eritma massasi necha bo'lib qoldi keyin? Kamayish nechaga? Kamayish nechaga bo'lyapti? 3x. 3x dagi kamayishni nimani hisobiga? Chiqib ketgan 18 y gram suv va chiqib ketgan 1 gram cho'kma. To'g'rimi? 3x ga tengasam bo'ladimi shuni? 3x ga tengman. Hozircha mana shu bizda bor. Endi buni ham tarkibida suv bor. Va hosil bo'lgan eritmani qaranglar, eruvchanligini berib qo'yibsizlar. 25 gram 100 gram suvda erib necha gram eritma hosil qiladi? 125 gram. Endi shundan foizini topib olay. 25 ni bo'laman. 125 ga necha foiz eritma hosil bo'lgan? 0.2 massa olishli eritma hosil bo'libdi-da. 100 ga ko'paytirib o'tirman. 20% degan. Tushuninglarmi? Hop, 0.2 ga teng bo'lib qo'ying. U nimalar tashkil qiladi? 0.4x minus 1 taqsim umumiy eritma massasi necha bo'lib qoladi? X keyingi eritmadagi bo'lgani uchun keyingi eritma tegish bo'ladi. X necha bo'ladi bu? 0.2. 0.2 ni ko'paytiraman x ga 0.2x 0.4x minus 0.1. X ni qiymati shunda 0.2 bo'ladi. 0.2 ni 1 ni bo'lib olishimiz kerak 0.2. 5 mi nima? 5. Demak bizda umumiy eritmamiz massasi dastlab 5 kara 4 necha bo'lgan? 20. Keyin necha bo'lib qolgan? 5. Bog'langan suv so'rayaptimi? Bog'langan suvni bizga nima deb x y ham qilish kerak emas ekan do'st. Ko'ryapsizlarmi? Biz x tuz chiqarib oldik. X qiymati necha chiqdi? 5. 3 kara 5. 15. 15 dan 1 ni ayirib tashlasam 14. Endi 14 chiqyaptimi nima? 14 chiqish kerak. O'zi suvniki kelib chiqib qolyapti. Mana suvnikini naborot y deb grammni belgilab oladigan bo'lsak, suv molni emas. O'zi umumiy eritma massasi keyingida 3 kara 5 15 kamayish ko'p. Kamayishda jami nimalar tashkil qilardi? Suv va tuz. Chiqib ketgan tuzni ayirib tashlab qolgan kamayish nimani hisobiga qoladi? 14 gram nima hisobiga? Suvning hisobiga kamayadi. Tushuninglarmi?
Tushunmadinglar? Qayta tushuntiraymi? İçi- Qayta tushuntiraman qaranglar. Ikkinchi shashqa masasi-ku, Hmm. ana o'sha yoqda berib- O'shani qilmadim-da, shoshilayotganimiz uchun. Qaranglar, birinchi ish nima qildik biz? Tuzni suli eritmasi bor, 4x gram umumiy eritma olib. Nima uchun? Masalan, shartda eritma massasi 4 marta kamaydi dedi o'sha uchun. Qulayroq bo'lishi uchun. Xohlasang 100x ol, xohlasang 12x ol, chiqaveradi. 4x oldim. 4 marta kamaysa necha x bo'lib qoladi? Xo'p, bu birinchi ish edi bizda. Endi kamayish nimani hisobidan borganini biz bilib olishimiz kerak. Shu nimadan kamayadi? Uzun kamayadi. Nima bo'lyapti? 1 gram tuz cho'kmaga tushib ketyapti. Mana 1 gram tuz cho'kmaga tushib ketyapti va qanchadir suv bug'lanib ketyapti. Men bu y gram dedim-da. Tushundinglarmi? Qanchadir y gram chiqib ketyapti suv. Shuni hisobiga nima qilyapti? Kamayish bo'lyapti. Kamayish qayerdan bilaman endi? 4x edi, keyin dastlab 4x edi, keyin necha bo'lib qoldi? Kamayish necha x bo'ladi shunda? 3x bo'ladimi? Va endi biz biladigan narsa, dastlabki eritma foiz necha foiz deydi? 4x 100% bo'lsa, 10% nechaga teng bo'ladi tuz? 0,4x bo'ladi-da. Tuz, dastlabki eritmada tuz. Tushundinglarmi? Endi menda dastlabki eritma 0,4x tuz bo'lgan bo'lsa, qancha chiqib ketdi? Bir qancha qoldi mana? Keyingi eritmada qancha gram tuz turibdi? Tushundinglarmi? Bu turibdi eritmada. Va hosil bo'lgan keyingi eritmamizdagi gram necha gram? Va bizga beruvchilik berilyapti. 25 gram, 100 gram suvda 125 gram eritma hosil qilsin deyapti. Undan foiz konsentratsiyasini aniqlashim bo'ladimi? Bo'ladimi? 25 ta bo'laman, umumiy eritma massasi 125 ga. No'tik. Foizini aniqlab oldim. Endi erigan modda sifatida bizga 0,4x minus 1 qoldimi tuz? Umumiy eritma massasiga bo'lsam foizni berami? X topsam necha chiqdi? 5. Endi xohlasam dastlabki eritma massasini topsam bo'ladi, xohlasam tuz. Menda kamayish hisobiga bor edi. 15 gram jami kamayish edi. Jami kamayish 3 × 5 15 edi. 1 gram tuz hisobiga kamaysa, qolgan 14 gram nima hisobiga? Hisobiga. Kim tushunmadi? Tushunalimi? Hamma tushundimi ish qilib? Bo'ldi.